Natural sonlar mavzusiga oid bo'lgan videomizni boshlaymiz. Demak, sonlar nimalardan tuzilgan desa, ular raqamlardan tuzilgan. Dastlab raqamlar haqida gaplashib olamiz. Matematikada 10 ta raqam mavjud. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ixtiyoriy sonni mana shu raqamlar yordamida hosil qilinadi. Ikkita raqamning yig'indisi eng ko'pi bilan 18 bo'lishi mumkin. Ikkita 9 ni oladigan bo'lsak, ikkita turli raqamlar yig'indisi eng ko'pi bilan 17 bo'lishi mumkin. Ikkita raqamning yig'indisi eng kamida 0 bo'ladi. Ikkita turli raqamning yig'indisi eng kamida 1 bo'ladi. Raqamlar ishtirokida hech qanday uzluksiz yoki belgisiz yozilgan ifodalarga son deyiladi. Son ma'no anglatadi, qiymat anglatadi, raqam esa qiymat anglatmaydi. A va B raqamlar 2A qo'shib 3B yig'indining eng katta qiymatini toping. Demak, A va B ni o'rniga shunday qiymatlar qo'yish kerakki, ularni 2 ga va 3 ga ko'paytirib qo'shganimizda eng katta mumkin bo'lgan sonchi paydo bo'lsin. A ga ham B ga ham 9 olamiz. Natijada 2 kara 9 qo'shama 3 kara 9 45 degan javobga ega bo'lamiz. Hop, keyingi savolni ko'raylik. A va B farqli raqamlar. 5A qo'shilgan 2B yig'indini eng kichik qiymatini toping. Yig'indi eng kichkina bo'lishi uchun nima qilish kerak? Imkon boricha A va B o'rniga kichikroq qiymatlar olish kerak. Ya'ni raqamlar A teng 0 bo'lsa agarda va B teng 1 bo'lsa, mana bu qismdagi 5A 0 ni beradi, 2 bilan 1 ko'payib 2 ni beradi. Bundan kichikroq qiymat olish mumkin emas. Masalan, A ni 1 deb turib, B ni 0 desangiz, 5 kara 1 5 ni berib, 2 kara 0 0 ni berib, natija 5 ni bergan bo'ladi. Demak, eng kamida erish mumkin bo'lgan qiymat 2 ekan. 3-savolni ko'rdik. A va B raqamlar 2A qo'shuv B yig'indining eng katta qiymatini toping. Endi eng katta qiymat deyapti. A ga ham B ga ham 9 olamiz. 2 kara 9 18, 9 ni qo'shdik, natija 27 bo'ldi. Xo'p, endi 4-masalani birga ko'ramiz. Eng kichik qiymat deyapti, to'g'ri ham oson ekan. 5 yig'indining eng kichik qiymati. 5 ham xuddi oldingiga o'xshagan. Mana endi natural son tushunchasiga kirib boramiz. Eng kichik natural son bu 1. Natural sonlar cheksiz ko'p. Natural sonlar to'plami deb mana bunday belgiga aytiladi. Bu shunaqangi to'plamki, uni elementlari hosil qilgan mana narsalar faqat natural sonlardan iborat. Agarda siz qayerdadir x tegishli n ifodani ko'rsangiz, bilingki x bu natural son. Ya'ni x tegishli natural sonlar to'plamiga bo'lishi mumkin. Bu x 1 bo'lishi mumkin, 2 bo'lishi mumkin, 7, 11 bo'lishi mumkin yoki boshqa ixtiyoriy son. -2, 11,5 degan sonlar bo'lishi mumkin emas. Xo'p, mana bu ifodani ko'ramiz. A va B lar natural sonlar to'plamiga tegishli. A qo'shib B teng 7 bo'lsa, A B ko'paytmaning eng katta qiymatini toping deb so'rayapti bizdan. Ko'paytma eng ko'pi bilan necha bo'ladi? Keling, taxminiy qiymatlarni olib ko'raylik. Keyin xulosalar chiqaramiz. A o'rniga 1 olinsa va deylik B o'rniga 0 olinsa, B o'rniga endi 6 olinsa, A va B ning ko'paytmasi 6 ga teng bo'ladi. Agarda A o'rniga 2 va B o'rniga 5 olinsa, yig'indisi baribir 7 ni beradi. A va B ning ko'paytmasi 10 ni beradi. Agar A 3 bo'lib B 4 bo'lsa, bu holda A va B ning ko'paytmasi 12 ni beradi. Kelar shu joyda bir ikkita xulosa qilinsa. Yig'indi deylik 7 edi. Ular ko'paytmasi eng katta bo'lishi uchun imkon boricha A va B bir-biriga yaqin sonlar bo'lishi kerak. Masalan, mana bu yerda 3 bilan 4 ni oldik. Bular bir-biriga ancha yaqin sonlar edi. Xo'p. Endi ko'ramiz. 7. A qo'shib B ni eng kichik qiymatini toping. Buni o'zingiz bemalol ishlayverasiz. Demak, 8. A B ko'paytmaning eng katta qiymatini toping. Eng katta qiymat bo'lish uchun yig'inni imkon boricha bir-biriga 8 ni ko'ryapsiz hozir. Imkon boricha bir-biriga yaqin bo'lish kerak. Ya'ni A ham B ham 12 bo'lsa, A teng 6 ga, B teng 6 ga deyilsa, ularning ko'paytmasi 36 ga teng bo'lganligi ko'rinadi. Xo'p. 10 ni birgalikda ko'ramiz. Biroz noodatiyroq tuyulyapti. A va B sonlar natural sonlar qatoriga tegishli.
A va B ni ko'paytmasi 30 bo'lsa, A qo'shaman B yig'indining eng kichik qiymatini toping. Endi yig'indining eng kichik qiymati qidiriladi. Qanaqa qilib bunga erishiladi? Xo'p. Ko'ramiz. A 6 deb o'ylaymiz va B 5 deb o'ylaymiz. Ikkovini ko'paytmasi 30 bo'ladi. Yig'indisi A qo'shib B haqida yozib ketsak 11. Agar A teng 2 va B teng 15 bo'lsa, ikkala son yig'indisi 17. Agarda A teng 1 va B teng 30 bo'lsa, ikki son yig'indisi endi 31. Xulosa, yig'inni eng kichkina bo'lish uchun nima bo'lish kerak desa, har doimgidek A va B sonlar bir-biriga eng yaqin bo'lgan ko'paytmani holatni qarasak, shunda yig'indi ham eng kam bo'lar ekan mana. Hop, buni tushundik deb o'ylayman. Endi 11-misol biroz noodatiy ekan. Mana shuni birga ko'ramiz. Ekranni yana ham kattalashtirsak. A, B va C natural sonlar to'plamiga tegishli. A dan B ni ayirmasi 4 ga teng hamda B dan C ni ayirmasi 5 ga teng bo'lsa, mana bu uchala sonlar yig'indisi nechiga teng bo'ladi deb bizdan so'rayapti. Va to'g'rirog'i mana shu ifodani eng kichik qiymatini. Endi men manfaatdorman A ni ham B ni ham C ni ham eng kichkina qiymatini olishga. Faqat ba'zi bir shartlar bor. Masalan, men hech qachon B ni 3 olishim mumkin emas. Chunki 3 dan hech qaysi natural sonda ayirib 5 hosil qilib bo'lmaydi. Olishim mumkin bo'lgan eng kichkina qiymat 5 ham emas. Chunki agar 5 olinsa B ni qiymati, undan faqat 0 ayrilsagina 5 bo'ladi. Lekin aytilishi bo'yicha C natural son. Ya'ni C ni eng kichkina qiymati 1. Agar bu 1 bo'lsa, B ni o'z-o'zidan 6 olishga men majbur bo'laman. B teng 6 ligini bildim. C teng 1 ligini bildim va ikkovi narsadan foydalanib mana bu joyga qaytib kelamiz. Ya'ni A dan B ni ayirsam 4 bo'lish kerak. B 6 ligini bildim, demak bundan A ni 10 ligi anglashlar. Oxirida bu uchala ifodalarni bir-biriga qo'shsak, natija 17 ligi ma'lum bo'ladi. Keyingi misollarni ko'ramiz. Raqamlari farqli, muhim qismga chizib ketamiz. Raqamlari farqli ikki xonali 3 ta farqli natural sonning yig'indisi eng kamida nechaga teng? Raqamlari farqli ikki xonali 3 ta farqli natural son yig'indisi eng kamida nechaga teng? Raqamlari farqli deyildimi? Demak, masalan 11 degan narsalar mumkin emas. Eng kamida nechaga teng desa, birinchi sonni men olishga majburman 10. Bundan kichkina ikki xonali son yo'q. Keyingisi 11 olish mumkinmi? Yo'q, mumkin emas. Raqamlari bir xil bo'lib qoldi. 12 olamiz, keyingisini 13 olamiz. Raqamlari farqli va bir-biridan farqli. Uchalasini qo'shadigan bo'lsak, natija 35 ekanligi ma'lum bo'ladi. 35, rostdan 35. Xo'p. Shu bilan demak bitta bo'lim, birinchi topshiriqqa atalgan bo'lim tugadi. Keyingi topshiriqqa o'tamiz.